Hammaga salom. Do'stlar, hech o'ylab ko'rgansizmi? Spider-Man dunyoni qutqaradi, ya'ni o'rgimchak odam, lekin u iPhone ishlatmaydi. Nima? Apple yomonmi yoki bizni o'rgimchak odam Apple ayda ochishni bilmaydimi? Uni qo'lda ko'rishingiz mumkin, doim filmda ham, multfilmda ham doim Sony Express smartfonlarini ishlatib yuradi. Keling, mana shu haqiqatni bugun sizlar bilan birga ochib chiqamiz. Undan oldin videoga bitta like va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Aytishingiz mumkin, bu tasodif deb, ya'ni Spider-Man Sony Express smartfonlarini ishlatishi. Lekin buni ortida million dollarlik sir yotibdi. Ma'lumki, hammaga Sony Pictures kompaniyasi 2002-yildan beri o'rgimchak odam, ya'ni Spider-Man filmini ishlab kelmoqda. Bu biz hozirgi ko'rayotgan Spider-Man'ni Sony Express smartfon ishlatish ham bu tasodif emas. Sababi juda oddiy, ya'ni Sony o'zini reklama qiladi. Sony bu nafaqat kino studiya kattagina, balki kattagina gigant telefon ishlab chiqaradigan kompaniya ham hisoblanadi. The Amazing Spider-Man, ya'ni yangi o'rgimchak odam filmini eslang, 2012-yilda chiqqan edi birinchi qismi va o'sha paytda Peter Parker oddiy maktabda o'qigan bola edi, lekin uni qo'lida Sony Xperia X10 modeli bor edi. Bu smartfon o'sha paytda kichkina ekranli, klaviaturasi ham bor edi. Bu smartfon o'zi 2010-yil taqdim qilingan 4 dyuymli ekran, 1500 mAh batareyka, 8 megapikselli kamera va 3G da ishlar edi. Ikkinchi qism, ya'ni 2014-yilda chiqqan qismda faqat Gwen Stacy'da siz Sony Express smartfonini ko'rishingiz mumkin. O'sha paytda qo'ldagi smartfon Sony Xperia S modeli edi. Bu smartfon 2012-yilda chiqqan, turi 3 dyuymli, 1750 mAh batareyka, 12 megapiksel kamera, bu ham 3G da ishlar edi. Peter Parkerda ko'rishingiz mumkin, unaqa yaxshi ko'rsatilmagan qaysi smartfon ishlatayotganligi, qaysi modeldagi. Shuning uchun bu ham Sony deb taxmin qilib ko'rdim. Misol uchun kadrlardan bemalol ko'rishingiz mumkin. Lekin siz kinoning oxirida mana shu Peter Parker Sony notebookida katta qilib Gwen videosini ko'rib o'tirgan joyi ham bor. Keyingi filmlarda, ya'ni Tom Holland ishtirokidagi o'rgimchak odam filmlarida 3 ta qismida ham ko'rib chiqdim, lekin unaqa bosh qahramon qaysi smartfon ishlatayotganligi noma'lum. Chunki unaqa yaxshi ko'rsatishmagan, kadrda ham olib qochishgan yoki faqat ekranni o'zini ko'rsatib qo'yishgan. Epizodlarda siz iPhone yoki Sony Express smartfonlarini ko'rishingiz mumkin. Va Peterning sinfdoshi, ya'ni o'rtoqlarda birida ko'rib qoldim, ya'ni Sony Xperia XA2 Ultra smartfoni bor ekan. Bu smartfon 2018-yilda taqdim qilingan, 23 megapikselli kamera, 3685 mAh batareyka qo'yilgan, 607 dyuymli ekran bilan chiqqan ekan o'sha paytda. Va oxirgisi, ya'ni Miles Morales ishtirokidagi multfilm bor. Ya'ni 2018-yilda birinchi qism taqdim qilingan, ikkinchi qism esa 2023-yilda chiqarilgan. Va ikkala qismda ham ko'rib chiqdim, albatta Sony Xperia dizaynidagi smartfonlar ishlatilgan. Lekin aniq-taniq qilib Sony deb yozib qo'yilmagan hech qaysi smartfonga, lekin dizayn o'sha Sony deb berib turibdi. Sony dizayn juda ham turburchak, uchlari qirrali, xuddi g'ishtni shaklini eslatib yuboradi. Bunaqa aytadigan bo'lsak, kirpishli dizaynda qilib qo'yishgan, ruschasiga aytadigan bo'lsak. Multfilmda esa mana shu dizayndan ilhomlanib qilishgan. Ikkala qismda ham siz mana shu dizayndagi smartfonlarni ko'rishingiz mumkin. Xo'sh do'stlar, mana bilib oldingiz, ya'ni Spider-Man, ya'ni o'rgimchak odam nima uchun Sony Xperia smartfonlarini ishlatishi. Albatta bu marketing, chunki Sony o'zining smartfonlarini maqtash kerak, reklama qilish kerak va uni sotuvini oshirish kerak. Shu uchun ham siz o'rgimchak odam filmlarida Sony Xperia smartfonlarini ko'rishingiz mumkin. Endi videoga bitta like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Xo'sh do'stlar, siz Apple, ya'ni iPhone tomonmisiz yoki Sony tarafmisiz? Kommentariyada yozib qoldiring.